Demak, mana biz adres qo'shilgandan keyin endi biz mana bu yerga kirib, tovar tanlaymiz. Mana bosamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, kategoriyalar chiqib turibdi. Biz misol uchun mana bu birortasiga bosamiz. Mana bosdik. Demak, одежда для маленьких мальчиков, девочек. Biz mana qiz bolalar uchun ko'ramiz. Kirdik. Endi esa birorta tovarga bosamiz. Birorta tovarni tanlaymiz. Mana demak birortasini bosishimiz kerak. Mana tanladik. Mana shu rozovoy kardiganni tanladik. Demak, mana endi esa mana bizdan razmer tanlang deyapti va sonini tanlang va добавить корзина turibdi. Endi esa biz mana bu yerga e'tibor beramiz. Mana 40 funt sterling, ya'ni o'sha standartni dastavkamiz 40 funt sterlingdan oshiq bo'lsa tekin demoqchi bo'lyapti. Ya'ni bizning skladimizgacha bo'lgan dastavka pulini tekin qilib berar ekan, 40 funtdan yuqori bo'lsa sterlingdan. Endi mana bu yerda to'liq ma'lumotlar ko'rishimiz mumkin. Demak, mana informatsiya berilgan bizga. Mana можно стирать на машине. Keyin mana bu yerda отзывlar. Mana keyin savol, mana отзывlar, yozganlar o'zini fikrlarini mana demak bu yerda mana savollar ham bor, dastavka va suratlar ham bor. Endi esa biz korзинаga tovar olamiz. Demak, mana bu yerda biz razmer belgilaymiz. Mana bizda 1 yoshgacha mana 9-12 messis belgilab oldik. Endi mana korзинаga solamiz. Demak, korзинамizga tushdi. Endi esa agar biz mana bu yerda bossak, yana davom ettiraveramiz shoppingni. Agar biz mana bu checkout bossak, biz to'lov qilamiz. Bu yerda esa bizda promo kod bormi deb so'rayapti, lekin bizda promo kod yo'q. Shuning uchun keyin e'tibor beramiz. Mana narxini 11.50 funt sterling deb belgilab berdi. Endi mana проверь checkoutga kiramiz. Bosamiz. Mana to'lov bo'limiga kirdik. Biz buni mana bu yerga, ya'ni dom, dastavka na dom bosamizda и следующий шаг qilamiz. Bosdik. Demak, mana biz o'zimizda eski manzilimizni mana bu, ya'ni mana bu manzilda kiritaymi deyapti. Mana shu turaveradi. Bunga tegmaymiz, bunisiga tegmaymiz. Keyin следующий шагga, ya'ni mana bu yerga yana bosamiz. Bosdik. Endi mana dastavka haqida ma'lumot. Demak, standartni dastavkamiz 3.95 funt sterling ekan. Bu ertasi kuniyoq dastavkaga chiqarish 95 ekan. Demak, biz standartni dastavka bilan birga mana 15.45 funt sterling bo'ldi bitta predmetimiz. Demak, endi следующий шагga bossak. Demak, mana bizda bu yerda bitta dastavka, mana ikkinchisi shotimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi o'sha oplata qilingandan keyin птичка bo'ladi. Demak, mana bizda mana bu narsa yoqilib qolgan. Biz buni o'chirib tashlaymiz va mana bunga птичка qilamiz. Demak, bunga птичка qilamiz, buni o'chirib qo'ydik. Endi esa перейти к оплате qilamiz. E'tibor berishingiz kerak. Mana buni hech qachon bosmanglar. Bunga o'tkazib qo'yinglar doim. Endi mana hamma narsamiz belgilangan va oplataga o'tamiz. Перейти к оплате bosamiz. Endi mana bizda общий summa, demak mana 15.45 funt sterling deb. Bu chiqib turgan narsa esa bizda подачный karta bormi deb so'rayapti. Bizda yo'q, demak kerak emas. Endi mana bu yerga biz karta ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. Demak, biz Visa kartamizni kirita olamiz. Raqamini 16 talik bo'ladi. Demak, mana orqasidagi raqamni kiritamiz. Demak, kiritib bo'lganimizdan keyin pay securely degan so'z bossak, bizga oplata bo'ladi va mana bu yerda птичка bo'ladi va zakazimiz uriladi.